Sana kilit. Maza qilib gaplashib o'tirib Sizlar dam olayotganlarni ko'rdik. Aka bundan turib oldi dedi-ku. akamiz bor, olib chiqardi. Har zaman ko'ylak quyib beradi-da. Yozuvun nayim. Seni 10.000 so'm. Oo, mana qaranglar. Bana fuqari bilan zo'r ketadi. Bularchi ketar ekan. Ustoz, bular kallada ustoz a. Achchiqlari bilan. Oho. Sana kilit. Maza qilib gaplashib o'tirib Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Charchamasdan. Assalomu alaykum. Aka, Yaziyoni bostirib kelaverdik. aka juda bo'libsiz. Joningiz sog'mi? Rahmat, o'tgan safar beraveribsiz. Juda ham maza qilib ichdik. Joningiz sog' Ayron bo'lsin. ham ichdik. Ha, ko'rgan kunlar. Sizlar dam olayotganlarni ko'rdik. Aka bundan turib oldi dedi-ku. To'g'ri aka. Assalomu alaykum. Sizlar o'zlaring yaxshi yetgan odamlarmi? Rahmat. Bir aylanib Hozir keldik. Mansurbek aytib turdim shogirdimga. Mana o'zim aytdim. Tepada masjiddan kelib turib, quyilib. Oxiri mana ko'rsar ekan dedim. Bundan dedim bunga tushib turib tayyor turar haligi oldingi paytlarda Mansurbek. Jomlarda bizim mahallamizda akamiz bor, olib chiqardi. Har zaman ko'ylak quyib beradi-da. Suv tepasi chiqib qolardi. Hozir unaqa yo'q. Kimni Aylanib turadi, shuni olib quyib beraveradi. Qanday cho'g'dir, yaxshi. Rahmat. O'zingizmi? Yaxshi tutorlaymi? Yura, ko'rdik. Xursand bo'lyapman. Endi shu yerga bitta quying, endi shu yerga kelib ichmasa bo'lmaydi. U suxarigidan qo'shadi. O'shani gapirishadi, suxariy ham bor ekan. Suxarigidan ham qo'shib Ham bor. bir tindirib beradi. Hozir bu yer Yaziyonni suyuntir joyida. Oltixon to'g'risida. Qayerda ko'ryapsan bu yerda? To'yxonami? Tomon. Qisqacha obunachilar, turk ayronini ichib ko'ramiz. Albatta suxarisi bilan qanaqaligini hozir bilib sizlarga aytaman albatta. Juda ham go'zal deb maqtashdi, qarang. Atkallarchi bor ekanmi? Ayron. Turk ayroni. Turk ayronida nam uzoq aka. Hamma muzdek ayron debdi. Endi bu yozuvun nayim. Molni ustida, molni ustida. Yo'q qurtidan bo'lgan. Xullasi bizda bo'lachi ekanda. Bitta chinisini ichib bo'l. Tezkorchi qo'shmang. Xo'p. Seni 10.000 so'm. Xudo xolasa ayron o'zimizni qo'l bola. 7 yillik tajribaga suyangan holatda tayyorlanadi. O'zimiz yosh bo'lganimizda sohamiz eskidan shunaqa bo'lgan. Demak, buni haqiqiy professional ekansda. Xudo xolasa endi Suxarisi bilan bizdan ham ustalari bor. Hali tajribamiz yetarli emas. Bu achoq hozir sizga nimasini quygan? Yo'q, shu mana. bizdan ko'rib kelganlarga arzonroq, ha? Hozir sizlar nomlaydan kelganga nima? Kelganga bonus bor, xudo xolasa. Gap yo'q, tasallo. Yo'q, qo'shiqlari. To'xtangchi, asimta ko'rsataylik. Oo, mana qaranglar. Voy, Bu akaga achchiqsiz. Ayronning shirinligidan asalari ham kelib qo'nadi, aka bor-ku. tasallo. Ha. Asalari ham qo'nadi bunga. Gap yo'q. Qanaqa ekan akam? Voy. Mana qarang, obunachilar. Bu achchiqli ayron ekan. Tevesi suxarisi bilan yesangiz shunaqa mazali bo'lar ekan, endi haqi yo'q. Mansurbek qalay ekan oshna? Bana fuqari bilan zo'r ketadi. Bularchi ketar ekan. Ustoz, bular kallada ustoz a. Achchiqlari bilan. Oho. O'ta go'zal. Ko'rasizlar. Qarang turishini. Oo. Mirzo hoji o'ta sezgir. Buni topalarmikin, topolmasmikin ichida nima bo'ladi? Ha, nima deysiz? Ha. Prosta mana ko'rsatmayman-da. Maytni o'zini ochib turib, ha? Nima deysiz?
Topish qiyinroq. Agar oldin ko'rmagan. Oldin ko'rmagan bo'lsa. Lekin o'tkazmar men bitira Ikkalani nabud komplekt. Bo'l. Boshig'i ham bor. Termin tez ishqilib qoladi. O'rnashni bu yerda kichkina qoshiq, katta qoshiq, vilka. Endi xonadonga kerakli narsa olyapmiz, bo'lmasa bu yerda bo'lmasa osiy bo'ladi. Chunki oilasiga kerak bo'ladi. Tushunib qiling. Shtok maylarini faqat tepasini ochadigan qilib berasiz-da. Shtok Dilmarjon hoji bilmadim. Obrachi topalarni topolmaydim, kommentariy yozib qoldirdi. Dilmarjon hoji xursandligini ko'raylik. Hop, biz nima olamiz endi oshna? Siz mana uni olaylik mumkin deb turibman. Juda. Juda 5 ming. Juda go'zal. Chunki ishga ketishdan oldin shu narsa kerak bo'ladi-da. Hurmatli obunachilar, nima deysizlar? Qaranglar. 10 rost. Mana nima narsa qimmatmi deyman. Ha bu. Shular olaman. 250 ming, 300 ming. Chiroyli narsa ekan. Mana ham chiroyli ekan mana shu. Nasıl? 155 ming yonar ekan. Hamma ishonchlarni ko'zada boradi. Bular boshqa narsa shekilli. Nasirbek. Aka, hop endi ko'ryapmiz. Yana qo'shimcha sifatida Sochaladigan bo'lmaydi. bo'lmaydi. O'zi olmaydi, u uyda turadi ekan. Fenchi. Hurmatli kuzatuvchilar, qadrdonimizga shu otni olamikdan juda go'zal turibdi. Obunachilar nima deysizlar, qaranglar. Mana turishini qarang. Otni chopyapti endi. O'ta chiroyli va sifatli ekan. Mana manzara yaxshi. Ot qarang mana. Turum qarang, turum. Hamma yoq bor ekan, lekin nima olishi bilinmayapti. Eng qizig'i. Nima narsa bor endi, nima narsa olamiz. Uni to'rtbichi ashini olaylik. Kun, hafta, soat ko'rsatgan. O kerakli narsa-ku, to'g'rimi? Mana shunga o'rayapmiz-da endi, aka. Ayib qarab qo'ysa ham sharhlamasa bo'ldi. Bunlarga qarang. Xudo xolasa mana ko'rayotgan bo'lsanglar Dilmurodjonga o'zi biz hammamiz kelishilgan holda narsalarni oldik. Jon olgan mana soat. Trekker diskasi o'xshaydi. Bunlar aylantiradi. Biz alohida o'raymiz ustidan. Asosan oxunib tanladilar buni. Bu mantalardan shtobi neobычный narsa. Neobычный narsa. Yaxshi ko'radi. Hozir Musoxonaga bir narsalar tanladi, lekin постоянно Dilmarjon hoji akamga savob yo'qolib turadi narsani oldi. To'pot yaxshi narsa. Shu o'ylab, maza qilgan ekanlar-da. Ha, o'shada buyog'i. Obunachilar bitta gapda, hozir bitta korobkaga soqol oladigan deb bir donani solib, nima degan bu Dilmarjonni bir qiynaymiz endi. Ozgina qiynaymiz, ha. Videoni oxirigacha ko'rishsa bilishadi. Hammamiz shunaqa bo'lyapti o'zi. Siz boshlab berdingiz men bilan, mendan, ha? Olgan narsam obunachilar. Qani? Bu ham hozir ichida nima bor deb aytamiz. Ha, obunachilar ko'rsatib ko'raylik. Mana obunachilar, mana tuxumcha. Tuxumchaning ichida nima bor deyishinglar mumkin. Endi ochgandan keyin ko'rishadi. Naborlar bor, aytib ko'raylik. Ha, bo'ldi, naborlar bor. Ha, xullas Dilmarjonga yetkazadigan odamlar. Bu videoni ko'ra keladi, o'sha Dilmarjonga o'sha berib bo'lgan bo'ladi. To'g'ri. O'tirlanmaylar. Ha, o'tirlan bo'lmaylar. Berib bo'lgan bo'ladi xullas. Mana hammam shunaqa qadrga qilyapti. Nima bo'lganda ham shu shogirdimiz bugun shukrona kunlari, albatta. 1 yoshga mana ulg'aydi, umrlar uzoq bo'lsin. Uzoq yillar onasi ham duogo'y bo'lib yuraversin, bolalarni orzu havasini ko'rsin. Ajoyib bo'lar. Ajoyib. Odamlar ko'rsa havas qiladigan yigit bo'lgan hozir. Qilishdek bo'lib, bunday qilib qorin sog'ib ko'rdingiz. Ha? Qolmasin bola edi. Manzilga darrov o'zini qornini silayapti. Mana shunaqa. Otasini to'y bosar deydi, sekin orqamizga ketyapti endi bu ham. To'g'ri. Shu nima deysiz endi? Endi hozir o'rayotgan Topaladimi mana Nasirbek? Ha? Topoladi o'ylaysizmi? Ya aynan nimaligini topa olmaydi. Men o'zim shaxsan endi o'tkazmani men topib qo'ydim. Hay.
Endi bu Alkogol Dilmurodjon mazasi qochib qoldimi? Vobshe mazasi qochib qoldi. Ramkaga o'xshab turibdi o'zi. Bu ichi qiyinroq bu, chunki bu korobkaning ichida. Shu to'g'ri aytasiz, ha. To'g'ri aytasiz. Akam ham to'g'ri aytadi. Bo'ldimi? Hop, qani? Ayiqchani tanlabsizmi deb qani? Sakkiz o'tiraylik boku. Ha. Undan anaja Yaxshi. xato bilan uni kichigidan olinsa. Ichida Mana hozir akalarimizga tushuntirib qo'ying. Aka, har bitta narsa berilayotgani mana uni ham отдельно o'rashingiz kerak. Shunda bizning videoyimizda qanaqa bo'ladi? Mana uni ichida nima? Topingchi degan savol ketadi-da. Tushundingizmi? O'shuning uchun buni ham qarang mana. отдельно o'raysiz. Buni ichiga yana bittaga o'radim. Ha. Alohida. Hali bitta bir iti bor. Ha. Mana o'radim. Buni olsa yana bitta deb. Ha. Mana uchinchisiga solyapman. Oo. Oxirida nima chiqib turadi? Voy, gap yo'q. Hozir 5 ta bo'ldimi? 3 ta bo'ldi bu. 3 ta bo'ldi. 3 dedi. Ha, bo'ladi 3 talik ham. Bo'ladi, 3 talik ham bo'ladi. buni naq topolmaydi. Bu aniq obunachilar. To'g'ri. 5 ta bo'lsa hojaga achchig'i yeb qo'ymas. Ha, meni ham o'tkazib bor achchig'imni keltirishganda, bir achchig'ini keltiraylik. Xo'p, endi uni ham o'ralgandan keyin xo'p, nima deysiz? Men soatda ham hech yo'q deganda bir ikkita korobkagami yo bitta bo'ladi. Shuni ikkita korobka qilaylik. Keyin mana bu narsani o'raysiz. Bu mana musoxona qo'yaptilar. Bu bilan eng dunyoda tengi yo'q narsalardan biri. Bu orasida 15 ming. To'g'ri. Yo'q, pulga sotib bo'lmaydi emas. Bahosi cheksiz. Tamom. Pulga sotib bo'lmaydi desa bilib qoladi. Bahosi cheksiz narsa. Bahosi yo'q. Bahosi cheksiz ekan.